Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi jahon siyosiy mafkuraviy ta'limotlar tarixi fanidan bugungi mavzumiz G'arbiy Yevropada uyg'onish davri mafkurasi. Rejalarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi rejasi Renessans mafkurasining mohiyati va mazmuni, ikkinchi rejamiz Allegrinining humanistik dunyoqarashi va uchinchisi Petrarkaning Rim Respublikasi haqidagi qarashlari. Uyg'onish davri yangi arafasida o'ziga xos qadriyatlarga ega bo'lgan, g'oyaviy va madaniy rivojlanishini o'z ichiga olgan tarixiy jarayon hisoblanadi. Mohiyat jihatdan uyg'onish davri o'tmishda uzoq davom etgan ishlab chiqarish kuchlarining turg'unligini yengib o'tgan davr bo'ldi. Shu sababli uyg'onish jarayoni birdaniga hamma mamlakatlarda emas, avvalo eng rivojlangan mamlakatlarda yuz berdi. Dastlab uning beshigi Italiya bo'lgan. Shunday qilib, uyg'onish davrining birinchi uyg'onish davrining asosiy davlatlaridan biri bu Italiya hisoblanadi. Italiya hodisasi bo'lgan, faqat ikkinchi davrga kelibgina G'arbiy Yevropaning boshqa mamlakatlariga tarqalgan. Endi uyg'onish davri mafkurasi ikki yo'nalishdan iborat bo'lib, bir tomondan antifeodal, ikkinchi tomondan esa antiplebey xarakterga ega edi. Meshchanlarning yuqori tabaqalari davlat apparati va cherkovni isloh qilish yo'li bilan tovar-pul munosabatlarini kengaytirish va mustahkamlashga harakat qilganlar. Shu sababli bu harakatni Renessans, ya'ni uyg'onish davri deb ataganlar. Bu jarayon murakkab va qarama-qarshi xarakterda bo'lib, u asta-sekinlik bilan turli shakllarda amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uyg'onish davri tarixining shunday bosqichini o'z ichiga oladiki, unda xristian dinining yagona markaziy mavqeini yo'qota boshlaydi. Bunday o'zgarish eng avvalo diniy tashkilotlar qatlamlarida yuz beradi. O'rta asr teokratizmi, ya'ni ilohiy hokimiyat bilan kurash jarayonida uyg'onish davri madaniyatida birinchi o'ringa humanistik, ya'ni insonparvarlik, insonni diqqat markaziga qo'yuvchi g'oyalar chiqadi. Tadqiqotlarda uyg'onish va reformatsiya o'zaro munosabatlari masalasi atrofida ko'plab bahslar yuritilgan. Ba'zi tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, ular o'rtasida qarama-qarshilik mavjud. Masalan, uyg'onish davri Renessans, ya'ni xalqaro umumiy Yevropa voqeligi bo'lsa, reformatsiya esa faqat milliy, ya'ni nemis voqeligi hisoblanadi. Eng muhimi shundaki, har ikkala harakat ham eski tuzumga qarshi qaratilgan edi. Agar uyg'onish davri tarafdorlari jamiyatni o'zgartirishni ma'rifat yo'li bilan amalga oshirishni istagan bo'lsalar, reformatsiya tarafdorlari o'rta asr tafakkuri doirasida qolgan holda Xudoga sig'inishning yangi, ya'ni osonroq yo'lini taklif qilganlar. Bu harakatning asosiy kuchlari inqirozga uchrayotgan eski jamiyatning shahar tabaqalaridan iborat bo'lib, ular yuqori ijtimoiy qatlamlarni faollashtira boshladilar. Shunday qilib, uyg'onish davri tarafdorlari g'oyalarida amalda o'rta va quyi tabaqalarning manfaatlarini ifodalovchi hech qanday namunalar yo'q edi. Endi G'arbiy Yevropada yuz berayotgan ma'naviy madaniy o'zgarishlar turli xarakterga ega bo'lib, turli bosqichlarda kechgan. Birinchi bosqich 14-15 asrlarni o'z ichiga oladi. Bu davr madaniyati eng avvalo humanistik xarakterga ega bo'lib, asosan Italiyadan namoyon bo'lgan. 16-asr, 17-asrlardagi o'zgarishlar esa ko'proq tabiiy, ilmiy yo'nalishda edi. Shu davrda humanizm Yevropaning boshqa ko'plab mamlakatlariga ham tarqala boshladi. Italiya humanizmining vakillaridan biri Dante Alighieri 1265-1321-yillarda yashagan bo'lib, u o'rta asrning so'nggi va yangi davrning birinchi shoiri sifatida ulkan siymodir. Dante o'zining humanistik dunyoqarashini ilohiy komediya, ziyofat, monarxiya asarlarida bayon etgan. Uning adabiy va g'oyaviy ijodi bir butunlikni tashkil etadi va she'riy asarlarida uyg'onish davrida shakllanayotgan yangi dunyoqarashning ko'taklari mavjud.
U o'zining monarxiya asarida cherkovga qarshi qaratilgan siyosiy g'oyalarni ilgari suradi. Uningcha cherkov faqat mangu hayot, ya'ni narigi dunyo masalalari bilan shug'ullanishi kerak. Dunyoviy masalalar esa insonlarning o'z tashvishidir. Insonlarning bu sohadagi faoliyati esa baxtga erishish yo'lida xizmat qilishi lozim deb ta'kidlab o'tadi. Endi Francesco Petrarca birinchi gumanist, gumanizmning otasi degan nomlari bilan mashhur bo'lgan. U antik madaniyatning yirik targ'ibotchisi sifatida juda ko'p lotincha matnlarni yig'gan. Uning mumtoz lotin tilidagi matnlar to'plami o'z davrida yagona edi. Uyg'onish davrining yana bir yirik vakili Pico della Mirandolardir. Uning platonizmga asoslangan g'oyalari eklektik, ya'ni turli oqimlardan qorishgan ruhda bo'lib, falsafiy va ilohiy ta'limotlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, u Averroizm, Oxford va Cambridge nominalizmi hamda sharq falsafasi, xususan sharq mistisizm bilan shug'ullangan. Bugungi asosiy mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.